2 xonali yaxshi uy qidirib yurganlarga zo'r variantimizda chiqqan Yunusobod 13-kvartaldan Novostroyka mening uyimdan 2 xona 5-etajimizda chiqqan studiyniy variant. Bu yog'imizda podyezddan kirishimiz bordi. O'zini stroy mebellarni qilib ketishgan bu yo'g'i. Bu yog'imizda vannamiz mana. Vannasini ham chiroyli qilib qo'yishgan, kafillarni chiroyli kafillardan ishlatib mana. Bu yog'imizda tualet bo'ladi. Sanuzil razdelniy. Uyimizning uy maydoni 44 kvadrat. Hop, to'g'ridan yurib kelarkanmiz, bu yog'imizdan spalni xonamiz bo'ladi. Spalni ham chiroyli qilib qo'yishibdi mana, hamma narsasini qo'yib ketishgan. Shkaf, shifonier, hamma narsasi bor. Televizorlargacha qo'yib ketishibdi mana. Bemalol olib bir uyaga berib qo'ysanglar, bemalol 600-700 dollarga berib qo'ysa bo'ladi. Hop, studiya degani mana bu yog'imizda ham zal, ham oshxona. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda o'zining kichkina balkoni ham bor. Mana kerakli hamma narsani qo'yib ketishgan. Hali remontdan keyin hech kim yashamagan. Hop, bu uyimizning narxini 72,5 ming so'rashyapti. Yana ozgina o't berilgan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqib qo'yasizlar. Shunaqa 2 xona uy qilib yurgan tanishligi tashab qo'yinglar. E'tiborli uchun rahmat. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarimizni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarini Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga silka orqali o'tsangiz bo'ladi. Silka profilimizda bor.